ayollarimiz eshitsin. Biror bir ayol o'zini erini haqqini hech qachon ado qila olmaydiganlar. Hech qachon deganlar. Ba'zi bir amallar bor, bir nimalarnidir qilsa, o'sha shartlarni qilsa, o'shani hal bo'lib, og'ir betobligidan shu darajaga tushdiki, o'sha betob erni burnini bitta burnidan qon, ikkinchi burnidan yiring oqib turibdi. Voy, bu jirkanchni qarang. Ozgina suv oqib qolsa, shunaqa jirkanch ko'rinadi-ku. Agar ro'paramizdagi odam bir mana shu yerda bir narsa oqib tursin, u qon emas, u yiring emas, ozgina bir suyuqlik oqib turibdi. Bundoq qalamizki, burningizni artib oling deymiz-ku, jirkanchligidan. Qon bilan yiring oqib turgan bo'lsa-yu, o'sha bemor erkakni xotini o'sha bemor erini burnidan oqayotgan qon bilan yiringni tili bilan yalab tozalasa ham erni haqqini ado eta olmaydi deganlar. Ayollar haddini bilsin, birodarlar.